Mening ismim Nigora, 23 yoshdaman va men o'qituvchiman. Oddiy, ammo shu bilan birga hayroddiy kasb egasiman. Har kuni ertalab maktabga kelarkanman, o'zimni ertaklar olamiga tushib qolgandek his qilaman. Bu yerda har bir bola bir olam. Har birining o'z orzu-umidlari, o'z quvonchu tashvishlari bor. Men esa ularning shu olamiga bir nur olib kirishga, ularga bilim berish bilan birga hayotni sevishni o'rgatishga harakat qilaman. Institutni bitirganimga endigina 1 yil bo'ldi. Yosh bo'lishimga qaramay, o'zimni bu dargohga, shu bolalarga qattiq bog'langandek his qilaman. Ayniqsa, o'zim sinf rahbarlik qilayotgan 11A sinfi o'quvchilari bilan munosabatlarim o'zgacha. Ular bilan nafaqat dars jarayonida, balki darsdan tashqarida ham ko'p suhbatlashamiz, turli tadbirlar o'tkazamiz. Ular meni o'z opalaridek ko'rishadi, men esa ularga o'z ukalarim va singillarimdek mehr qo'yganman. Sinfimizda 2 o'quvchim bor, Sardor va Jasur. Ikkalasi ham bir-biridan aqlli, tarbiyali va albatta kelishgan yigitlar. Sardor jiddiy, vazmin, har bir ishga puxta yondashadigan, she'riyatga oshno yigit. Uning qora ko'zlarida doim bir oychanlik, bir ma'no yashiringandek tuyuladi. Jasur esa uning aksi. Shoh, quvnoq, hazil-mutoyibaga usta. U qayerda bo'lsa, o'sha yerda kulgi, shodlik hukmron. Ammo ikkalasining bir umumiy jihati bor edi, ular menga befarq emasdi. Buni ularning menga bo'lgan munosabatidan, nigohlaridan, har bir harakatidan sezib turardim. Ular doim menga yordam berishga shay turishar, darsdan keyin sinf xonasini yig'ishtirishdan tortib, oxir sumkalarimni ko'tarishgacha yordamlarini ayamasdilar. Ba'zida ularning bu e'tibori meni hijolatga solardi, ammo men buni yoshlikdagi o'tkinchi bir havas deb bilardim va ularga o'z o'quvchilarimdek munosabatda bo'lishga harakat qilardim. Bir kuni darsdan keyin hujjatlarni tartibga solib o'tirganimda eshik taqilladi. "Kiring", dedim boshimni ko'tarmay. Eshikdan Sardor va Jasur kirib kelishdi. "Ustoz, charchamadingizmi? Balki yordam kerakdir", dedi Jasur o'zining odatiy quvnoq ohangida. "Rahmat, bolalar, o'zim eplayman. Sizlar uylaringizga boraveringlar, kech bo'lib qoldi", dedim jilmayib. "Yo'q, ustoz, biz sizga yordam bermoqchimiz. Bir o'zingiz qiynalib qolasiz", dedi Sardor vazminlik bilan. Ular shunday deb javobimni ham kutmay ishga kirishib ketishdi. Sardor stoldagi qog'ozlarni tartibga solishga, Jasur esa doskani artishga tushdi. Ularning hayratini ko'rib, beixtiyor yuzimga tabassum yugurdi. Shu kichkina sinf xonasi birpasda fayzli bo'lib ketgandi. Ularning shoshib-pishib bir-birlaridan ozishga harakat qilayotganini ko'rib, yuragimda g'alati bir tuyg'u paydo bo'ldi. Bu tuyg'u minnatdorlik va mehrga aralash edi. Ishimni tugatib maktabdan chiqayotganimda Jasur to'satdan menga yuzlandi. "Ustoz, ertaga biznikiga mehmonga borsangiz, onam sizni ko'p so'raydilar." "Rahmat, Jasur, lekin noqulay bo'lar." "Hech qanaqa noqulay joyi yo'q, ustoz. Onam o'zlari aytib yubordilar. O'tgan safargi ota-onalar majlisida siz bilan ko'p gaplasha olmaganlardan xafa bo'lib yurgandilar", dedi. U shunday bir samimiyat bilan gapirdiki, rad etishga tilim bormadi. Ertasi kuni kechqurun Jasurlarnikiga bordim. Meni juda iliq kutib olishdi. Jasurning onasi Zebo opa nihoyatda mehribon va ochiq ko'ngil ayol ekan. U meni o'z qizidek qarshi olib dasturxonga taklif qildi. Dasturxon turli-tuman noz-ne'matlar bilan bezatilgan edi. Zebo opa o'zining pazandalik mahoratini ishga solib, men uchun maxsus taomlar tayyorlaganini aytganida yanada hijolat bo'ldim. Jasur esa atrofimda parvona edi. Go'yo men bir malikayu, u esa menga xizmat qilayotgan sodiq ritsar edi. Uning ko'zlaridagi mehrni, menga bo'lgan hayratini ko'rib, yuragim entikib ketdi. Biz ancha payt suhbatlashib o'tirdik. Zebo opa o'g'lining muvaffaqiyatlari, uning kelajakdagi rejalari haqida to'lqinlanib gapirardi. Jasur esa har zamonda menga qarab qo'yar, uning nigohlarida "Sizga yoqyaptimi?" degan savol ufurib turardi. Mehmondorchilikdan qaytayotganimda Jasur meni uyimgacha kuzatib qo'ydi. Yo'l-yo'lakay biz turli mavzularda suhbatlashdik. U o'zining orzulari, kelajakda kim bo'lishni xohlashi haqida gapirdi. Uning gaplaridan angladimki, u nafaqat quvnoq va shoh yigit, balki o'z oldiga katta maqsadlar qo'ygan, intiluvchan inson ekan.
uyga kelib ancha paytgacha uxlay olmadim. Jasurning samimiy nigohlari, onasining mehribonligi ko'z oldimdan ketmasdi. Men o'qituvchilik kasbini tanlab to'g'ri qilganimga yana bir bor amin bo'ldim. O'quvchilarimning menga bo'lgan hurmati, ularning ota-onalarining ishonchi men uchun eng katta mukofot edi. Oradan bir necha kun o'tgach, maktabda tadbir bo'lib o'tdi. Bu tadbirda o'quvchilar o'zlarining ijodiy ishlarini namoyish etishdi. Sardor ham o'zining yangi yozgan she'rini o'qidi. U sahnaga chiqqanida butun zal jim bo'lib qoldi. Uning o'ziga ishongan qaddi-qomati, qora ko'zlaridagi oychanlik barchani o'ziga maftun qilgandek edi. U she'rini o'qiy boshladi. Sizni ko'rgan kunim qalbdan uchdi nur. Sizning nigohingiz go'yo bir sehr. Dars berganingizda so'zlaringizda asal. Men esa siz uchun yozaman gazal. U she'rini o'qiyotganda nigohlarini mendan uzmasdi. Har bir so'zi, har bir misrasi go'yo menga atalgandek edi. She'rning so'nggi misralarini aytayotganda uning ovozi titrab ketdi. Men o'rnimda qotib qolgandim. Butun zal qarsaklarga to'lib ketdi, men esa hali ham uning ta'siridan chiqolmay o'tirardim. Tadbirdan keyin sinf xonasida yolg'iz o'tirganimda eshikdan Sardor kirdi. Uning qo'lida bir dona qizil atirgul bor edi. "Ustoz, bu sizga", dedi u atirgulni menga uzatib. Uning yuzlari qizargan, ko'zlarida esa hayajon va umid aralash bir tuyg'u bor edi. "Rahmat, Sardor, she'ring uchun ham rahmat. Juda ta'sirli chiqibdi", dedim o'zimni qo'lga olishga harakat qilib. "Ustoz, men sizni..." U nimanidir aytmoqchi bo'ldi-yu, lekin jur'at eta olmadi. Uning ahvolini ko'rib, unga rahmim keldi. Men uning ko'nglidagini sezib turardim, ammo men o'qituvchi edim, u esa o'quvchi. Oramizdagi bu masofani saqlashim kerak edi. "Sardor, sen juda iqtidorli yigitsan. Kelajakda sendan buyuk shoir chiqishiga ishonaman. Hozir esa bor e'tiboringni o'qishga qaratishing kerak. Imtihonlar yaqinlashyapti", dedim yumshoqlik bilan. U mening gaplarimdan nimani tushunganini bilmadim, lekin boshini egib, "Xo'p, ustoz", dedi va xonadan chiqib ketdi. Shu kundan keyin Sardor ham, Jasur ham menga bo'lgan munosabatlarini ochiqroq namoyon eta boshlashdi. Ular o'rtasida bir raqobat paydo bo'lgandek edi. Agar Jasur menga biror yordam taklif qilsa, Sardor undan ham yaxshiroq yordam berishga harakat qilardi. Agar Sardor menga bir dona atirgul sovg'a qilsa, Jasur ertasi kuni bir guldasta bilan kelardi. Ularning bu harakatlari meni ba'zida kuldirsa, ba'zida esa oyga to'ldirardi. Men ularning ikkalasini ham birdek yaxshi ko'rardim, ikkalasiga ham birdek munosabatda bo'lishga harakat qilardim. Ammo ularning menga bo'lgan bu ozgacha mehrlari ba'zida meni qiyin ahvolga solib qo'yardi. Bir kuni maktab direktori meni xonasiga chaqirdi. U o'qituvchilar uchun Yaponiyada bo'lib o'tadigan malaka oshirish kursiga nomzodlar qidirayotganini va mening nomzodimni tavsiya qilmoqchi ekanligini aytdi. Bu men uchun ajoyib imkoniyat edi. Men har doim Yaponiyaga borishni, u yerdagi ta'lim tizimi bilan yaqindan tanishishni orzu qilardim. Ammo shu bilan birga o'quvchilarimni, ayniqsa 11A sinfini tashlab ketishni o'ylasam, yuragim orqaga tortardi. Axir ular bitiruvchi sinf, imtihonlar oldidan ularga men kerak edim. Men direktordan oylab ko'rish uchun vaqt so'radim. Shu kuni kechgacha maktabda o'tirib o'yladim. Bir tomonda mening orzularim, kelajakdagi karyeram tursa, ikkinchi tomonda o'quvchilarimga bo'lgan mehrim, mas'uliyat hissi turardi. Oxiri bir qarorga keldim. Men o'quvchilarim bilan qolaman. Ular imtihonlarni muvaffaqiyatli topshirib, o'zlari xohlagan o'qishlarga kirishsa, men uchun bundan katta baxt bo'lmaydi. Ertasi kuni bu qarorimni direktorga aytdim. U avvaliga hayron bo'ldi, keyin esa meni tushunganini aytib, qarorimni hurmat qilishini bildirdi. Bu xabarni sinfimdagi o'quvchilarga aytganimda, ularning quvonchini ko'rib, to'g'ri qaror qilganimga yana bir bor amin bo'ldim. Ayniqsa Sardor va Jasurning yuzlaridagi mamnuniyatni ko'rib, yuragim taskin topdi. Ular mening bu qarorimdan o'zlaricha xulosa chiqarib, o'zlaricha quvonishardi. Vaqt o'tib borardi. Imtihonlar ham yaqinlashib qoldi. Men butun vaqtimni o'quvchilarimga bag'ishladim. Ular bilan qo'shimcha darslar o'tardim, qiyin mavzularni tushuntirardim, ularga ruhan dalda bo'lishga harakat qilardim.
Sardor va Jasur esa har doimgidek mening eng yaqin yordamchilarim edi. Ular nafaqat o'zlari yaxshi o'qishar, balki sinfdoshlariga ham yordam berishardi. Nihoyat so'nggi qonxiroq kuni ham keldi. Maktabimiz bayramona bezatilgan, hamma o'quvchilarning yuzida ham quvonch, ham mahzunlik aks etardi. Ayniqsa bitiruvchilar uchun bu kun unutilmas bir kun edi. Ular bir tomondan maktabni bitirayotganliklaridan xursand bo'lishi, ikkinchi tomondan sevimli maktablari, ustozlari va sinfdoshlari bilan xayrlashayotganlaridan mahzun edilar. Men o'z sinfim bilan bir chekkada turardim. Har bir o'quvchimning yuziga qarab, ular bilan o'tgan kunlarimni eslardim. Mana ular katta hayotga qadam qo'yish arafasida turibdilar. Men ularga nima bera oldim? Ularning kelajakda yaxshi inson bo'lib yetishishlariga o'z hissamni qo'sha oldimmi? Shu kabi oylar xayolimdan o'tardi. Tadbir tugagach, o'quvchilarim meni o'rab olishdi. Ular menga o'zlarining minnatdorchiliklarini bildirishar, kelajakdagi rejalarini aytishardi. Shunda Sardor va Jasur yonimga kelishdi. Ularning qo'llarida katta guldasta bor edi. Ustoz, bu sizga. Bizga bergan bilimlaringiz, mehringiz uchun rahmat. Biz sizni hech qachon unutmaymiz, dedi Jasur o'zining samimiy tabassumi bilan. Ha, ustoz, siz biz uchun nafaqat o'qituvchi, balki eng yaqin insonimiz edingiz. Siz bizga hayotni sevishni o'rgatdingiz, deya uning so'zlarini tasdiqladi Sardor. Men ularning so'zlaridan, samimiy nigohlaridan shunchalik ta'sirlandimki, ko'zlarimga yosh keldi. Men ularni bag'rimga bosib, rahmat, bolalarim. Men ham sizlarni hech qachon unutmayman. Sizlar mening birinchi qaldirg'ochlarimsiz. Qayerda bo'lsangiz ham, doim sog'-salomat bo'ling, o'z orzularingizga yetishing, dedim. O'sha kuni biz ancha paytgacha xayrlashdik. Ular ketgach, men sinf xonasiga kirdim. Bombosh sinf xonasi, partalar, doska. Hamma narsa o'z joyida edi, faqat mening shoh va quvnoq o'quvchilarim yo'q edi. Men partalardan biriga o'tirib, o'yga toldim. Ha, ular endi katta hayotga qadam qo'yishdi. Ularning oldida hali uzun va mashaqqatli yo'l turibdi. Men esa shu yo'lda ularga to'g'ri yo'nalish bera olgan bo'lsam, ajab emas. Oradan yillar o'tdi. Men hali ham o'sha maktabda ishlayman. Har yili yangi o'quvchilar keladi, yangi sinflarga dars beraman. Lekin men hech qachon o'zimning birinchi sinfimni, 11A sinfini unutmayman. Ular mening qalbimda abadiy yashaydi. Sardor va Jasur bilan esa aloqamiz uzilmadi. Ular o'zlari orzu qilgan oliy o'quv yurtlariga o'qishga kirishdi. Sardor O'zbekiston Davlat jahon tillari universitetining xalqaro jurnalistika fakultetiga, Jasur esa Toshkent tibbiyot akademiyasining davolash fakultetiga o'qishga kirdi. Ular har doim qo'ng'iroq qilib, holimdan xabar olib turishadi. Ba'zida Toshkentga yo'lim tushganda uchrashib turamiz. Sardor o'zining she'riyati bilan respublikaga tanildi. Uning she'rlari eng nufuzli gazeta va jurnallarda chop etiladi. U o'zining birinchi she'riy to'plamini menga bag'ishladi. Kitobning birinchi betiga shunday deb yozgandi: mening birinchi va abadiy ilhom parim, sevimli ustozim Nigora opaga. Jasur esa o'qishini a'lo baholarga bitirib, malakali shifokor bo'lib yetishdi. U hozir Toshkentdagi eng mashhur klinikalardan birida ishlaydi. Uning qo'li yengil, bemorlarga mehribon shifokor sifatida nom qozongan.